Bizni suvga to'ldirishga ham qo'yib oldik. Katyolimiz podachasida mana 55 gradus chiqib ketyapti, 60 gradusga yaqinlashib. Katyolimizni yonish jarayonini sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz va katyolimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Katyolimiz 15 kilovatli beztuplenniy holatda bo'ldi. Katyolimiz o'ziga 40 kilo, 45 kilo atrofida ko'mir oladi. Ko'mirning sifatiga qarab, uyning temperatурasiga qarab 12 soatdan 1 sutkagacha yonib beradi. Katyolimiz bu eshigiga ko'mir zapravka qilish uchun, bu eshigi kulpul shlak-plagini tozalash uchun. Bu esa teplameni 2 metr teplamenidan iborat. 2 metrli teplameni tozalash uchun qo'yilgan bu eshik. 2 metrli teplameni tozalaysiz, undan tushgan qurumlarni xuddi shu eshikdan chiqib tashlaysiz. 85 vatli original ventilyator, o'zini original termostati bor. Katyolimizga hamda suvni to'ldirib, suvni bo'shatish uchun slivni kranga qo'yilgan, xuddi shu o'zini maxsus joyi bor. Katyolimiz dimoxod qurum, mana hozir azbestni dimoxod qurumni qanday tozalayman deganlarga, qurumidan tushgan kunlar xuddi shu joyidan xod qilib qo'yilgan, o'sha yerdan olib tashlanaveradi. Katyolimizni sizlar bilan bir qator yonish jarayonini ko'rib o'tamiz. Shu yerdami? Yo'qinchi 8-chi katyol yonish jarayonida ko'raylik. Katyol yaxshi yonib beryapti. Mana ozgina o'tin zapravka qilganmiz. O'zini quvvatini mana 55 gradus, 60 gradus yoq chiqib ko'rsatib beryapti. Endi sizlar bilan bir qator xonadon ichkarilarini ko'rib tekshirib chiqamiz. Kanalga mehmonlar podpisatsiya tugmachasini bosib, videomizga bitta like bosib qo'yamiz.